erkak kishi umrimda qilmaganman degan ishni ham qiladi, sizga pul olib keladi. Pastagan odamdan pul olishimizga to'g'ri kelgan. Adam shunaqa insonlar hech qachon farzandlarini ruhini sindirmaydilar-da. Pastagan biz necha pul desa ijaramizga pul to'layapti, qornimizni boqyapti. Turmush o'rtog'im endi sabablarga ko'ra biz ular ishlari bilan o'tib keldik, o'xshamagan ishlar. Конечно, birinchi marta kelganda hech kimga o'xshamaydi. Tim bo'lib negativ to'lib yotgan nafratdagi insonlar ichimiz to'la kir. Men tan olaman, chunki juda g'azabda, homiladorman, o'zimni eplolmayman. Psixoz juda kuchli, shunaqa vaziyatga kelganmiz. Menga zo'r anaqani o'rgatib qo'yishgandi o'sha paytda ayollar. Nimadir onamlar o'rgatganlar to'g'rirog'i. Nimadir yesa yeya olmasangiz, turmush o'rtog'ingiz olib kelib bermasalar, 3 marta yutining, всё yegan deb bo'lasiz. Yerim sirimlik ishoni qattiq kamayib qoladi degan narsalarga ishonardim-da. Hozir umuman unaqa narsalar yo'q. Alhamdulillah, dinni yaxshi o'rganishga harakat qilyapmiz. Dinsizlik bo'lgan, ilmsizlik bo'lgan o'sha paytda. Nima demoqchiman? Och qolganman. Prям rostdan ham och qolganman. Adamdan pul so'ramaganman. Yo'laga ketganman. Men so'radim, yo'q ekanlar. Faqat sanmi mani farzandim, sandan keyin meni yana ikkita farzandim bor. Durdona bor burdimni sanga berib olman dedilar dedim. O'zi aslida unaqa gap bo'lmagan. Ha dedilar, hech narsa deyolmadilar. Nima ham deydilar. Fursatdan berishni xohlamaganini qabul qilsalar ham, qabul qilmasalar ham, men u erkak kishi o'zi topishi uchun harakat qildim. Da qiynaldilar. No hech bo'lmaganda 40 ming so'm o'sha paytdagi 120 ming, 200 ming atrofidagi pulni kuniga o'sha nimadir sotganlar. Bilmayman, ishga kirmaganlar, komplekslari juda kuchli bo'lgan. Bo'lmasa magistraturani bitirgan, IELTS qo'lida, tilni juda ham yaxshi bilarlar. Arab tilini ham yaxshi bilardilar deydi o'sha o'rtog'im. Arab tili, ingliz tili, nemis tilini yaxshi bilgan inson bo'lgan. Shu holatda ham ishga ham joylasholmaganlar, chunki kompleks juda ham uyalgan, qanaqadir o'zini olamiga kirib oladigan inson bo'lganda. Nima demoqchiman? O'sha paytda men motivatsiya bersam bo'ladi, men motivatsiya bermaganman-da. Men просто aytganman. Всё bo'ldi. Men odamdan qaytib so'ramayman. Meni hech qachon bunaqa gapirmagan inson menga ozgina tonini o'zgartirib gapirdilar. Rostdan ham odamdan biz so'kish eshitmaganmiz. Nima demoqchiman? Turmush o'rtog'imga men ojizligimni, boshqa meni uyimda yordam kuchi kerak emasligini tushuntirganimdan keyin erkak kishi umrimda qilmaganman degan ishni ham qiladi, sizga pul olib keladi. Chunki siz homiladorsiz yoki bo'lmasa ochsiz, tipo olaylik, mayli pul homilador emasman deylik. Ochsiz, o'libsiz, olib kelsang yeyman, bersang yeyman, bermasang o'tiraman, o'lsam o'laman, lekin san pul olib kelsang yeyman, men kimdandir so'ramayman, men o'zimnikini ham bermayman deb o'tirib olganingizda erkakda sizni mas'uliyatingiz erkakka tushishi boshlaydi. To'g'ri, u должен emas, boshqa emas deymiz, psixologik jihatdan, lekin dinda bu должен-da.